Dom quruvchi akalarimizga yana bitta ofisimizni olib keldik. O'lchami 5 metr 3 metr bo'ldi. Menimcha 5 metr 3 metrlik ham juda ham kichkina emas. Odatda bitta sotuvchi o'tiradi, sotuv ofislarida ichkariga kirib, 4 ta 5 ta xaridor birdan kirib qolganda ham o'tirg'ichlarida bemalol sig'ishi mumkin. Endi magazlarga o'xshab ko'pgina odam bo'lmaydi-ku bunda. Buni yana bitta qulay tomoni, mana shu uylarni qurib bitkizgandan keyin boshqa uylarni qurishni boshlaganda olib borib faoliyatini sotuv ofisini davom ettirish mumkin. Sotuvlarini agar sizlarga ham shunaqa qulay, ertaga buzib tashlamasdan boshqa joyga borib faoliyatini davom ettiray degan binolar kerak bo'lsa, ko'chma binolar kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Farg'ona bilan Samarqandda filiallarimiz bor. Oxirgi paytlarda dom quruvchi, uy quruvchi akalarimizga ham juda ham ko'p sotuv ofislarini tayyorlab beryapmiz. Ular bu narsani bilib qolgan, chunki ertaga domini sotib tugatgandan keyin buzib tashlamasdan boshqa joyga borib faoliyatini davom ettirish mumkin. Quruvchilardan ko'ra hisob-kitobi yaxshi, aqlliroq tadbirkorlarimiz menimcha yo'q.